Assalomu alaykum hammaga. Bir teplovizorni sizlarga obzor qilib bermoqchiman. Buni rus tilidagisi obzori juda ko'p ekan, juda ham ko'p informatsiya ingliz tilida, rus tilida berilgan informatsiyalar ko'p ekan, lekin o'zbek tilidagini men topa olmadim. Balkim yaxshi izlamagandirman. Shuning uchun o'zim bir hafta mobaynida o'zim ishlatib, test qilib, realniy obyektda qanchalik foydasi bor, plyuslari, minuslarini o'rganib chiqdim. Shuning uchun obzor qilmoqchiman. Bu yerda ichidan chiqadigan hujjatlari o'zini pasporti, buni shu matritsalari nechiligi yozilgan. Adashmasam 320 ga nechamiz deganida uni keyin yana bafurja 320 ga 240 matritsa yozilgan. Albatta o'zi nimasi berib qo'ygan. Juda ham moshniy apparat. Endi bu xo'jalikda ishlatadigan emas, bu professionalniy desa bo'ladi. Endi haqiqiy teplovizorlar brendi, kuchli brend deylar, misol uchun Testo'lar 3,5 ming dollardan boshlanadi. Juda qimmatli qiladi u. Endi bizga hozir o'zim texnozor bo'lib ishlayman, sifat nazoratchi bo'lib obyektda, ichki nazoratda. Mana bu baraka topsin, Toshkentlik bir akamiz garantiyalargacha berdi. Endi bunda javob hamma yoq ishlaydi dedi. Agar texnik variantda nosozlik bo'lsa dedi, agar to'g'irlab beramiz dedi. Yangisiga almashtirib beramiz yoki ta'mirlab beramiz dedi. Xudo xolasa bu bizga bir problema tug'dirmaydi. Epga buyurmaysizlar, endi oldimda farzandimizcha gapirib turibdi. Xo'p, buni ichida bitta o'zini litviy batareyasi. Обязательно shuni aytib o'tishim kerak sizlarga. Buni batareyani zaryad qilishda ehtiyot bo'lish kerak. Batta o'zi nima bergan 5 volt 2 amper. Bundan yuqorisini tavsiya qilmayman. Nimagaki men internetda ham ko'p ko'rdim. Bu kuyib qolishi mumkin ekan. Zarar zarar beradi yoki yomkisini tushirib yuboradi. Shuning uchun o'zini zaryadchigi nimada bo'lmas ekan, komplektda faqatgina USB Type-C zaryadchi bor ekan. Bu kompyuterga ulaganda o'sha notebook bilan bemalol ish jarayonida qulaylik taraflari videolarda, rasmlarda, video emas, rasmlarda kompyuterga tushirsa bo'ladi. Xullas, zaryadchiga o'zida bo'lmaydi. Обязательно buni tanlab olish kerak. Buni yoqishi endi 3 sekund ushlab turiladi. Kutamiz. Boshqa hech qanaqa bir qiyin joyi yo'q. Hozir ish jarayonida ham endi o'zimizning shu kvartirada отопление radiator qismlarini ko'rsatib o'taman. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, keyin ish jarayonida obyektimizda qanchalik foydasi borligini ko'rsatib o'taman. Mana bu yondi. Endi bu orqasida buni men birinchi to'g'risi o'zim ham tushunmadim. Ruscha, inglizchasida ham ko'p aytib o'tilmagan bu nimaga kerakligini. Men o'zim bir nimaga keldim, qarorga. Bu ochiq turadigan bo'lsa, birinchidan changlardan yoki bir obyektda bo'ladigan har xil namgarchilik yoki suv sachrashi yoki yomg'ir yog'ib turgan bo'lsa, endi yomg'irda buni ishlatib bo'lmaydi. Demoqchimanki, bu yerga hech qanaqa axlat tushmasligi kerak. Bu birinchi nimasi, vazifasi. Ikkinchi vazifasi bu ochiq yuradigan bo'lsangiz, agar buni tez nima qiladigan bo'lsangiz, ozgina kalibrovkasida xatolik berib qolyapti. Men o'zim o'sha ish jarayonida tekshirib ko'rdim, kalibrovkasida biroz kutishga to'g'ri kelyapti, 10-15 minut. Точный kalibrovka qilib olish uchun. Shuning uchun buni obyektda yurganingizda обязательно yopib qo'yish kerak. Faqatgina siz o'zi kontrol qilib turganingizda ochasiz. Misol kvartira batareyamiz. Buni agar tekshiradigan bo'lsak, hozir endi zoom qanchalik to'g'ri sizlarga olib beriladi bilmadim. Menga lekin o'zini ekranida juda ham tiniq va aniq ko'rinyapti. Bitta ikkita tochkani ko'rsatadi. Bittasi mana tepada 19-20 bo'lib o'ynab turgani. Bu sovuq tochkani ko'rsatadi. Bittasi issiq tochka. Buni nastroykada o'rnasa bo'ladi. Buni hozir mana bittasi 50 ko'rsatyapti tepada. O'sha eng issiq joyda 51 ko'rsatyapti. Ham bu polda tagdan o'tgan turbalaringizni ko'rsatib bera oladi. Misol uchun bu kimlar uchun juda ham qulay. Santexnik akalarimiz uchun, ustalarimiz uchun tepli polda utechkasini topsa bo'ladi. To'g'ri ishlayaptimi yoki qayerdadir yaxshi sirkulyatsiya bo'lmayapti ko'rsa bo'ladi. Hozir bu nimalarni tushuntiraman, funksiyalarini. Xo'sh, funksiyalar qulayliklaridan bittasi buni tagida shtativga o'zi joyi bor ekan. Hali qo'yib qo'yib bemalol
qo'lni qimlatmasdan aniqroq nima qilinadi, dandalar beriladi. Endi baribir agar buni harakat etganda kalibrovkasi baribir nima bo'ladi, ozgina o'zgaradi. Shuning uchun shtativ bilan ishlasangiz yana ham aniqroq sizga dandalar beriladi. Xo'p, buni funksiyalariga kelsak, funksiyalarida mana menyuga kirish bu orqali bu yerda mana haligini aytganimdek ikkita tochkani ko'rsatadi. Bitta sovuq, bitta issiq tochkani ko'rsatadi. Buni bu yerdan o'chirib qo'ysa bo'ladi. Mana bu qor parchasi nimasiga nima deydi, emblemasigami, znakigami ezadigan bo'lsangiz, mana sarab solgan bo'lsangiz chap tomondagi nima uchdi. Ezsam yondi mana 21. Yana o'chirdim. Agar sizga faqat issiqlikni ko'rish kerak bo'lsa, bu funksiya sizga kerak emas, o'chirib qo'ysa bo'ladi. Xo'p, bunisi endi o'shandek issiqdi. Mana pastda 27.4, 27.6 ko'rsatdi. Ezsak, mana uchib qoldi. Faqat sovuqni ko'rsatadi. Bu temperaturani shkalasi. Misol uchun o'chirganingizda sizga ko'rinmaydi shkala. Faqat tepada mana 25.2 ko'rsatyapti. Buni palzunkalarda harakat etib turgan nimalarda, strikalarda sifrlar uchadi. Buni o'chirmaymiz. Bu juda ham zarur. Xo'p, bu orqaga qaytish. Xo'sh. Bu funksiyasi juda ham qulaylik tomoni shunisi deganki, mana shu nimaga kirganimizda bunda oddiy kamera bu bunisi siz misol uchun qaysi joyda tekshirmoqchi bo'lsangiz, ham realniy времени o'sha oddiy fotoapparat rasmidek chiqadigan, buni siz sursangiz ham bo'ladi bemalol chekkaga olib qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Rasmga olganingizda siz obyektdagi realniy fotosyomkani ko'rib, aniqlab ajratib olasiz. Teplovizor orqali misol uchun tushunarsiz bo'lishi mumkin. Endi bundan qaytib chiqamiz. Hop. Endi bu funksiyasidan chiqish uchun yana setga kiramiz. Shu nimaga bo'lmay o'tib, boshidagi faqat teplovizor nimasida rejimiga qo'yib qo'yamiz. Albatta, bu rejim aniqsiz bo'lishi mumkin, tushunarsiz bo'lishi mumkin. Faqat issiqlikni va sovuqlikni ko'rasiz, lekin qayerdaligini adashib qolishingiz mumkin obyektingiz katta bo'lsa. Shuning uchun bundan oldin ko'rsatgan funksiyam qulayroq bo'ladi katta obyekt bo'lsa. Xo'sh, bu funksiyasi to'g'risi menga tushunarsiz bo'ldi. Nimagaki bu balkim boshqa odamlar uchun, ovchilar uchun balkim kerakdir, bilmadim. Bu desam bo'ladi. Bu bilan ishlash menga yoqmadi. Tasvirda unchalik noaniq ko'rsatyapti. To'g'ri issiqlikni ko'ryapti, bu ham o'lchayapti, lekin menga ma'quli o'sha o'zini aslidagi turgan zavodskiy nastroykasi juda ma'qul. Nimagaki siz bemalol strelkadan tashqari o'zingiz ham qaysi joydagi eng baland yuqori haroratni ko'ra bilasiz. Bu funksiyasi men uchun juda ma'qul keldi. Sababi buni palzunkasi har doim issiq joyda ko'rsatib, menga ozgina noqulaylik tug'diryapti. Shuning uchun agar buni kirib turib ezadigan bo'lsangiz, sizga mana P1, P1 degan nimacha yozuv chiqdi. Endi siz aynan shu strelkangizni qayerga olib borsangiz, o'sha chap tomonda ko'rsatib turadi. Palzunka qayerga ketmasidan qat'iy nazar, sizga o'zingiz xohlagan joyda temperaturasini aniqlab ko'ra olasiz. Bu funksiyasiga to'xtab o'tadigan bo'lsak, bu men avtoga qo'yib qo'ydim. Sababi har xil joylarga yoki rassayanalarda har doim nastroyka qilishga hojat qolmaydi. Bu funksiyalari misol uchun hozir ezib ko'rsak, o'zingiz nastroyka qilsangiz bo'ladi, lekin tasvir juda noaniq bo'lib qolyapti. Shuning uchun men avtoga qo'ydim. Balkim uni afzalligi bordir. Endi keyinchalik ish davomida, ish jarayonida o'rganib qolsam, yana obzor qilishim mumkin sizlarga qiziq bo'lsa. Lekin men buni avtosiga qo'ydim. Menga juda qulay bo'lyapti. O'zi kalirovka qilyapti, o'zi hamma yoqda sozlab, tiniq tasvirni ko'rsatyapti. Xo'sh, oxirgi nimasi, ham bu nimani ko'p odam tushunadi, nastroyka bo'ladi. Endi inglizchasi men tushunmayman. Xo'p, bunga kirganimizda bu yerda kamerani nastroykalari, buni ochig'ini aytaman, kechirib qo'yasiz.
buni man hech nimasiga tegmadim, sababi menga buni nimasi kerak bo'lmadi. Bu yerda menga ko'proq qulayligi bu yerda Wi-Fi ga ulansangiz, sizni telefoningizdagi Wi-Fi bilan ulanib, tasvirlarni avtomatik ravishda nimangizga, telefoningizga yoki notebook yoki planshetingizga tashlab beriladi. Bu juda ham qulay funksiya ekan. Qolgan nimalari menga kerak bo'lmadi. Endi hali ishlatib ko'rmadim. Bu QR kod nimaga kerak, bularni hali men buni mukammal o'rganmadim. Bu parametrlariga ham kirib chiqdim. Bu yerda bu normalari bor ekan o'zini. Misol uchun 95, 0.95 deganda qancha uzoqlikdan oladi yoki yaqindan oladi. Bu nastroykasi internetdan ko'rganimda sizlarga ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi? Bunga tegmasligi kerak iloji boricha. Sizlar kechirasizlar, telefonim endi kuchli emas, nima ko'rsatmayapti. Zoom ololmayapti sizlarga. Bir raqam bor, raqamni ko'rsatmayapti. Xo'p, eng asosiysi bu yerda olingan tasvirlar qayerga saqlanadi? Shu yerda bu knopkani etsalaringiz, bu yerda Upload degan yozuv bor. Unga kiriladi. Set eziladi. Bu yerda har doimgi o'sha ish jarayonida olgan tasvirlaringiz, bu yerda rasmga o'sha nima qilganingizda, tasvirga tushirganingizda o'zi nima beradi, yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bu qaysi joyda o'slari, etaji yoki bloki. Misol uchun men nimani kontrol qilganimda, otel binomizni VRF sistemasini kontrol qilgan, qaysi biri podacha, qaysi biri vitishga o'shanda to'g'ri ishlayaptimi yoki ziboyi bormi deb tekshirganimda menga juda qulaylik yaratdi bu. Bemalol, misol uchun yana bitta men hozir ko'rsataman, agar turgan bo'lsa. Mana shu yerda stalbamizda korotka zamykaniya bor edi. Birinchi tekshirganimda 49 edi. Keyin uni elektriklarimizga yetib bartaraf qilganimizdan keyin mana 10 tur chap tomonda P1 val 10.3. Buni tuzatishgandan keyin nimasi kabel qizish to'xtadi. Ko'z bilan ko'rinmaydi. Men o'sha qiziqib kabellarni ham ko'rsa bo'ladimi deganimda 49-46 gradusga isigan edi, qizigan edi kabel. Korotka zamykaniya bor edi ekan. Bu katyolimizni o'sha ishlash jarayoni. Aytgan funksiyam ham oddiy realniy foto tasvir bo'lsa, oldida teplovizor bo'lsa, siz qayerdaligini bemalol ajratib olasiz. Endi agar obyekt katta bo'lsa, baribir har safar yozgani ham odam ozgina balkim erinib qolishi mumkin. Menga juda qulay, shu funksiyasi qulaylik yaratdi. Sababi qayerda bu rasmga olinganimni eslab tura olaman bu nimaga, rasmga qarab. Xullas, kimga foydali bo'lgan bo'lsa like, podpiska. O'zim men bunaqa videolar olmaganman, lekin buni ishlash funksiyasini topolmaganim uchun o'zbekchada, endi o'zim rus tilida muammo yo'q, rus tilini yaxshi tushunaman, yaxshi gapira olaman, lekin rus tilida informatsiya bor, o'zbek tilida informatsiya yo'qligi uchun qaror qildim. Endi aytga buyurmaysizlar, men unaqa juda blogerlik qilib yoki bir nima emasman. Men o'zim qurilish muhandisman. Qurilish yuzasida bo'lsa muammo yo'q, lekin bunaqa obzor qilishlarda endi chiroyli gapira olmaymiz, aytga buyurmaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.